Montaj va o'yinlar uchun Windows 10 yaxshimi yoki Windows 11? Mana shuni bitta kompyuterga ikkala operatsion sistemani o'rnatib test qilib ko'rdik. Aynan Counter 2 da ham, undan tashqari Premiere Pro dasturida ham aynan bitta proyektni ochib, ikkalasida eksport qilib ko'rdik. Ko'ramiz o'zi qaysi biri tezroq. Siz uchun o'zi qaysi biri tezroq edi? Hoziroq kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa videoni boshlaymiz. Umuman olganda Windows 10 va 11 o'rtasida juda ham katta farq yo'q. Ayniqsa sizda Ryzen prosessorlari bo'ladigan bo'lsa deb o'ylar edim. Lekin ozgina farqi bor ekan. Mana shuni test jarayonida biz bilib oldik. Misol uchun Ryzen 7 9-avlodda ham yadr ham patok bo'lgani uchun ikkalasi qanaqadir muammolar yuzaga kelmasdi. Intelda aynan 12 va 13-avloddan boshlab ularda, ya'ni aynan P-core va E-core ga bo'linish boshlangani uchun bu Windows 10 chiqqan paytda bo'lmagani uchun ba'zi funksiyalar ishlamasdi, ya'ni prosessor o'zini to'liq kuchini namoyon eta olmasdi. Shuning uchun Windows 11 ga ishlatish, shuning uchun Windows 11 ishlatishga majbur bo'lishar edi. Xo'sh, bu o'zi plus tarafiga rol o'ynaganmi? Kelinglar, birinchi Counter 2 dan boshlaymiz. Aynan Counter 2 da biz ikki xil test ishlarini amalga oshirdik. Birinchisi benchmark Dust 2 kartasida o'zi bilasizlar. O'z videoda ham ko'rsatib ketamiz. O'zi test qilib, smokelar otilishi, bomba portlashlarini test qilib, oxiri necha FPS ishlashini ko'rsatadi. Bu barchasini bitta dona kompyuterda amalga oshirdik. Ryzen 5 7500F 32 GB tezkor xotira RTX 5060 video kartali zborkada test qilib ko'rdik. Ushbu testda yaqindan yordam bergan GS Store do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xullas, kompyuter uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan GS Store do'koni orqali bemalol topishinglar mumkin. Hop, rasmdan ham ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Bularning har bittasini alohida rasmga olganmiz. Windows 10 da Counter 2 da aynan ushbu testda bizda 487 FPS ko'rsatdi, ya'ni o'rtacha. Bu Windows 11 da esa 508 FPS. Bu degani orada 20 FPS farq bor. To'g'ri, bu katta farq bo'lmasligi mumkin, lekin 20 FPS sal sezarli farq. Ayniqsa sizga timing muhim bo'ladigan bo'lsa, Windows 11 o'rnatganingiz Counter 2 da sizga katta yordam beradi. Undan ham tashqari odatiy rejimlarda ham test qilib ko'rdik. Mana o'zingizlar FPS-larini ko'rishingiz mumkin. Necha FPS da Windows 10 da va 11 da ishlayotganini. Boyga aytganimdek, biz ikkita video test qildik. Bittasi Full HD, bittasi 4K da. Windows 10 yaxshimi, 11 yaxshimi? Xo'p, Full HD da Windows 10 da bizda mana sekundamer yoqib tekshirganman. 10 minutlik Full HD video edi, 10 minutga yaqin. 1 minut 52 sekundda eksport qilgan bo'lsa, xuddi shuni bizda Windows 11 da 1 minut 50 sekundda test qildi. O'zingizlar foiz hisobida solishtirib olsanglar bo'ladi. 1-2% farqi bor. Ya'ni Windows 11 sal tezroq ekan. Lekin umuman olib qaraganda sizga misol uchun eski printer driverlari kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir eskiroq dastur ishlatadigan bo'lsangiz, bundan bilsangiz bo'ladiki, ya'ni montajda juda katta farqi yo'q ekan. Sal oldin aytganimdek, ko'proq oldinga chiqqan dasturlarga ham ishingiz tushadigan bo'lsa, haligacha bemalol Windows 10 ishlatsangiz bo'ladi. Agar sizda Ryzen prosessorlari bo'lsa, agar Intel'da 13-avloddan boshlab yuqori bo'lsa, Windows 11 ishlatishga majbursiz. Xuddi shu testni 4K video bilan ham amalga oshirdik. Xuddi shunaqa 10 minutga yaqin 4K video ko'rishimiz mumkin. Bizda Windows 10 da ushbu videoni 2 minut 9 sekundda eksport qilgan bo'lsa, xuddi shu videoni esa bizda Windows 11 da 2 minut 4 sekund. Ya'ni bularning o'rtasidagi farq 4K da 5 sekundni tashkil qilmoqda. Ya'ni montajda Full HD da ham, 4K da ham, qolaversa Counter 2 o'yinida ham baribir Windows 11 ko'proq FPS bermoqda. Agar aynan Counter 2 o'ynamoqchi bo'lsanglar, marhamat, sizlarda Intel 12-avlod bo'lsa ham bemalol Windows 11 ni ishlatsanglar bo'ladi. Faqat bitta narsani unutmanglar. Ushbu test jarayonida biz barcha qo'shimcha funksiyalarni o'chirganmiz. Ya'ni zashitasi, o'zini update qilishlari yoki o'zini bazasiga ulanish kabi barcha nastroykalarni o'chirib, ya'ni baribir Windows nastroyka qilinganda shunaqa effekt bermoqda. Chunki Windows 11 da juda ham ko'plab update qilayotganlarda ba'zi bir qotib qoladigan holatlari bor yoki o'zini Brightmower funksiyasi yoqib o'tiradigan bo'lsa, FPS ni ham kamroq berishi mumkin. O'zi buz qilganda ham ko'pincha shunaqangi funksiyalarni sizga o'zi o'chirib berishadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu shunchaki Windows qilib o'yin yoki Premiere
uстановka qilib ishlatilgan test emas, ya'ni barcha Windows ortiqcha qo'shimcha daxmaza funksiyalari hammasi o'chirilganda, ya'ni iloji boricha Windows yengilroq ishlash versiyasi qilingan. Aytgancha, sizga Windows o'rnatish xizmati kerak bo'lsa yoki Adobe dasturlari turli muammolar yuzaga keltirayotgan bo'lsa, aynan biz pastda qoldirilgan link orqali murojaat qilgan paytingizda studiyamizda o'zi Windows qilib berish xizmatlari ham mavjud. Ya'ni aynan montaj uchun to'g'ri keladigan ortiqcha nastroykalar o'chirilgan, keyinchalik daxmaza bo'lmaydigan yoki bir nima xatoliklar so'rab qoladigan funksiyalari ham o'chirib beriladi. Qolaversa, montaj uchun kerakli bo'lgan Adobe dasturi uchun pluginlar o'rnatilib beriladi, DaVinci dasturlari ham o'rnatib beriladi. Xullas, yakuniy xulosam aytadigan bo'lsam, bemalol montaj uchun hali ham Windows 10 ishlatsanglar bo'ladi. O'yinlar o'ynamoqchi bo'lsanglar, ayniqsa onlayn Counter 2 kabi o'yinlar, Windows 11 siz uchun yaxshi tanlov. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.